Namangandagi eng go'zal uylarni sotuvga chiqarishda davom etamiz. Bugungi obzorimizda Axskentda joylashgan mana shu to'rsutuli hovli. To'rsutuq bo'lgani bilan bag'ri juda ham keng, tashqi fasadlarni ham ko'rib turibsiz. Ikkinchi tomon tashqi fasadlari ham juda chiroyli usulda, zigzag usulida qurilgan. Ushbu xonadonimiz tayyor, hamma narsasi bilan birga sotuvga qo'yildi. Hozir ichkarilarni ham ko'rsatib o'taman. Hammamizga ham mana shunaqangi uylar nasib qilsin. Videoga bitta like bosib qo'yasiz. Xonadonimizni ko'rinishi sizga yoqqan bo'lsa. Endi planirovka haqida tushuncha beraman. Darvozaxonadan kirganimizda bitta avtomashina uchun joy, uning yonida esa oilaviy o'tirish uchun karavotlarni ham joy qoldirib ketishgan yoki yozboshxona qilsangiz ham bo'ladi. Mehmonxonamizni ko'rishingiz mumkin. Ta'mir holatlarini sizni umuman uyaltirib qo'ymaydi. Mehmonxonamizni pastda esa to'lig'icha podval qilingan bu omborxona sifatida foydalanish uchun 5 tonnali suv yo'mkisi ham qo'yishgan. Aytgancha kommunal tarmog'i, gaz, suv, svet hammasi abonentlargacha ochib qo'yishgan. Hovlimizning o'rtasidagi yashil zonaga gap bo'lishi mumkin emas. Kayfiyatlaringizni ko'tarib oladi. Endi mana shu arkali qismimizga to'xtalsam, bu yerda nima bor? Bitta ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, ichida sanuzildan proyekt qilingan bo'lsa, uning yonida bolalar uchun mo'ljallangan yana bitta xonamiz bor. Yoki kichik mehmonxona sifatida ham foydalanishingiz mumkin. Uyimizning umumiy sanuzili mana bu yerda. Ko'p uylarda umumiy sanuzilga unchalik remont qilib e'tibor berishmaydi, lekin buni ta'mir holati juda ham zo'r ekan. Endi kottej tipida qurilgan mana shu arkali xonamizga kiramiz. Videoni tanishlaringizga jo'natib qo'ying, ularga ham nasib qilsin. Eshikdan kirganimizda mana shunaqangi chiroyli, hashamatli koridor orqali kiramiz. Bu yerda oshxonamizni joylashtirib ketishgan. Hammandida har xil bo'lgani uchun oshxona mebelini o'zingiz yasattirib olasiz. Hamda kotellarni ham qo'yilgan va qo'shimchasiga to'pli pol qilingan holatda. Oshxonamizning ro'parasida esa keyingi xonamiz bu ikkinchi mehmonxona. Hashamat haqiqatda chiroydan foydalanishgan ekan. Menga juda ham yoqdi. Uyimizning navbatdagi qismiga keladigan bo'lsak, bu esa navbatdagi xonamiz. Buni xohlasangiz bolalar xonasi sifatida foydalaning, xohlasangiz kattalar xonasi. Lekin uni yonidagi xona aniq kattalar yotoqxonasi uchun mo'ljallangan. Chunki divanning o'rtasiga birrini ham proyekt qilib ketishgan ekan. Abo'ylarni ham ko'zi charchatmaydigandan tanlashibdi. Ayrim joylarimiz emulsiya qilinibdi, qisqa qilib aytganda maromiga yetkazishibdi. Uyimizni keyingi 3-sanuzil aynan mana shu yerda, bu ham barcha sharoitlarga ega holatda. Xonadonimizni to'liq obzor bilan tanishib chiqdingiz. Endi narxiga to'xtalamiz. Ushbu uyimizning narxi 153 ming dollar, yana oz-moz o'tib beradigan joyi bor. Puliga 100% arziydi, sababi tan narxi ham bundan qimmat tushishi mumkin. O'zingiz remont qilsangiz. Past raqamlarni qoldiraman, bog'lanib ushbu go'zal xonadonni sotib olsangiz bo'ladi.